Yo'q, rashk nima u rashk? Yoningdagi ayoling eng zo'ri, eng yaxshisi u saniki. Boshqa odamlarning orzusi shunday deb qabul qilgin. Ana u qarab kimdir yoqtirsa uni ayolni yo gap otib yaxshi ko'rib tikilib qaragan bo'lsa, ayolni ezish kerak emas, faxrlanish kerak. Men eng zo'r ayolga, eng go'zal, ideal ayolga rashk qilmanglar deyapti. Rashk haqida o'zini xohlagancha gapiraveryapti. Yo, opa, buni bosh bor-ku, kalla deydimi? Buni ishlatish kerak bu soch tagidagini. Rashk haqida xohlaganingizni gapirmang. Siz atrofingizda sizni qizg'onmaydigan, sizni rashk qilmaydigan insonlarga to'la bo'lsa, bu jamiyatimizda hamma shunaqa ekan degani emas. Bor. Qizg'anadigan, mahramini qizg'anadigan haqiqiy erkaklar bor. Sizni, meni, olamni yaratgan zot aytib qo'ygan qanday rashk qilishimiz kerakligini. Siz u aralashmang u ishlarga. Endi mikrofon studiyada ekanman deb xohlagan gapni gapiraveradi degani emas. Shamni o'chiring, Fotimani soyasi ko'rinib qolyapti degan zotlar bilan dindoshmiz. Ali raziyallohu anhu shunday degan. Fotima onamizni soyadagi shamdagi soyasiga qarab turib. Siz nima deyotganingizni bilasizmi? Biz o'rmonda yashamayapmiz, chakalakzorda yashamayapmiz. Hayvonniki hammaniki deydigan joyda. Hatto to'ng'iz hayvonlarda bor-ku, rashk hayvonlarda. Bizda qanday bo'lmasligi mumkin? Indamay oldimizda yetalab yuramiz ekan, unga kimdir yaxshi ko'rib gap otsa, faxrlanishimiz kerak ekan. Opa, sal yuzingizga urib oling, uyg'oning. Siz mana shu bizni jamiyatda yashayapsizmi? Bu opani taniydiganlar bormi? Bunday atmetga qilib ketinglar.